Alo, assalomu alaykum. Qariyalar uyimi? Ha, anaqa men xullas oyim topshirmoqchi edim, qariyalar uyiga. Nima? Tushib turma telefon gaplashib. Necha yosh deysizmi? 45 yoshlar. Tushunmadim. Sen nima rostdan gapiryapsanmi? Ha, rostdan tushib turma telefon gaplashib. Men endi 45 yoshga kirdim. Nima men qarimanmi? Ani o'rislar aytadi-yu, 45 baba ягодка опять. Hop, hojam, telefonda gaplashaman. Xullas, nima ertaga sizlar biladimi? Qarayman, уже yuzlarga Sen rostdan gapiryapsanmi? Qo'y telefonni, hozir qo'lingni urib sindiraman. Bo'pti, hop. Anaqa masga hozir qilvaraman, hop, bo'pti, hop. Ay, tavba qildim. Jon rostdan, men уже jonga tegib ketdi. Men уже bitta o'zim yashamoqchiman. O'zga qo'linkasi maydon deydi-ku. Yana nimalarni xohlaysan? Yo, jon to'rda shu men jonimga tegib ketdi. Qachon qarasa men tergagan. Hali u deysiz, hali bu deysiz. O'sha jonimga tegib ketdi. Ojon, men bitta o'zim yashash xohlayman. Ay, tavba qildim. Sen shu rostdan gapiryapsanmi? Axir bitta qizim bo'lsa, o'z onangni qariylik uyga topshirasanmi? Yo, ojon, men tushunmayman. Sizga nimasi yoqmaydi? Axir o'tda uch mahal ovqat. Men deb sizga tutqazib qo'shadi. Men bu nerva turib qara, yo, nima edi, o'lgur hamshiralar yoningizda girzi kapalak xohlaganini qilib berishadi. Ha, o'zichi seni kichkinaligingda o'zingni jiddomga berib yuborishim kerak edi. O'tda Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q.